Odatda ayolni bahorga, bahorni esa ayolga qiyoslashadi. Zotan o'lkamiz uzra muattar sepini yoya boshlagan bahorning ilk kunlari aynan xotin-qizlar bayrami bilan boshlanishi ham ramziy ma'no kasb etadi. Ayoli bor oila qut barakali, fayzli va tarovatli bo'ladi. Yurtimiz ham, jamiyatimiz ham ayol bilan go'zaldir. Munis va mehribon onajonlar, opa-singillar, barchangizga nafis bahor, muhabbat, go'zallik, latofat va mehr ramzi bo'lgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami muborak bo'lsin. Jannat erur bosgan qadam poyingiz, ta'zimdadir shoh g'arib adoyingiz. Har lahza on o'zingizsiz keragim, qamashtirar ko'zlarim chiroyingiz. Kelur mudom holingizni so'ragim, haq bo'lgaydir qilgan har davoyingiz. Aytsam ado bo'lmas sirli ertagim, shohni ham mavh etur ishq savdoyingiz. Bolam deya 40 ta joni xalagim, ulg'aytirdi yillar erkatoyingiz. Munis onam, qizim, singlim yuragim, mangu tursin boshdagi humoyingiz. Bayram qutlab aytdim ezgu tilagim, ziyoga yo'g'rilsin dil saroyingiz. Bayramingiz muborak bo'lsin aziz opa-singillar.